Xullas biz adashib qoldik. Ko'ryapsanmi? Biz adashib qoldik. Boshqa yo'ldan kirdik. Asadni sharofati bilan rosa kalta yedik. Bu yoqda tog'da nima bo'lyapti? Koptok esdan chiqibdi. Koptokga olyapti. Ishqilib kutib turinglar, hozir yetib boramiz biz. Uf! Bola, qizlar, so'ngizingni o'qib qo'ymadinglarmi? Hozir boraman deb 1 soatdan beri hali kelmayaptilar. Shuncha kutyapmiz. Yo'lga chiqqanimiz qachon edi? Hozir men qilaman. Qizlar, hozir men qilaman. Asadga rahmat. Mana boshqa yo'ldan haydavdim, mana bizga gay ushadi. Meni pravam yo'q. Nima qilamiz? Sanda bormi? Yo'lga to'raqlar. Shuncha narsa bizda. Boqa. Soching nima bo'ldi? Qizlar qilib qo'ydi. Aytgacha yur. Yur. Ha? Qizlar men ertalabdan beri so'rayapman. Charchab ketdik-ku. Yo'lda so'radim masalada. Nima shart berasizlar o'zi? Yoki biz beraylikmi? Bo'ldi, xo'p. Sizlarga birinchi shart. Qo'limizdagi hamma yuklarni olib tepagacha o'zingiz tashib borasiz. Ajab. Voy, odam charchab ketdi. Sanmi? Sen nima ko'tarmagansan o'zi? Ko'taring. Nomalarni olgin, so'ra. Ol bittasi. Mas menga, voy. Nima mumkin? Nima mumkin? Oyog'imni kirisham. Qachon bo'ldi u? Bo'pti, to'xta. Ko'tarish kerakmi? Ko'tarish kerakmi? Ko'tarish kerak. Ko'tarilar, ketdik. Ko'tar, ketdik. Day. Orqada qolib ketdik, davay. Qizlar, ola yuklaring, ey. Ketamiz hozir.